alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda Matiz Best avtomobili. Mashina juda chiroyli holatda, 4 ta yangi balon taqib qo'yilgan. Ichki salon holatlari juda ham yaxshi. 4 ta yangi polik, 4 ta chexol taqib qo'yilgan. Xo'sh. Orqa salonni ham ko'rishlaring mumkin. Orqaga ham yangi chexol taqib qo'yilgan. Metan gaz o'rnatilgan. Xo'sh, mashina gazda ham benzinda ham yuradi. Mashinaning holati yaxshi. Xo'sh, yili 2007. Narxiga keladigan bo'lsa, $2500. Ma'lumot uchun optimizatsiyadan nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.